Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Zelenskiy va Putin o'rtasidagi yashirin hisob ballistik raketa so'nggi dalilmi? Rovun GES Amudaryo quyi oqimi uchun xavf tug'diradi ekologlar. Putin O'zbekiston va boshqa MDH davlatlarga yanada ko'proq yordam bermoqchi. Men hech qachon orolga bormaganman. Bill Gates Epstein bilan o'tkazgan vaqtlarni ahmoqlik deb atadi. O'zbekistonda eski avtomobillar metallolomga topshirilmoqda. So'nggi 100 yilda Rossiya kamida 19 ta mamlakatga bostirib kirgan. Bu mamlakatlarning hech biri Rossiyaga hujum qilmagan. Kaja Kallas. Bugungi kunda Sankt-Peterburg va Moskva shaharlarida Amina programmasi to'liq ishlamayotganligi sababli sizlardan qonuniy registratsiyadan o'tishingizni tavsiya qilamiz. Agarda sizga трудовой договор, registratsiya, удовлетворение va shunga o'xshash huquqiy masalalarda yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Zelenskiy va Putin o'rtasidagi yashirin hisob ballistik raketa so'nggi dalilmi? Ukraina Moskva va Sankt-Peterburggacha yetib bora oladigan FP-9 ballistik raketasini ishlab chiqdi. Sinovlarni fevral oyida yakunlash rejalashtirilgan. Bu haqda Deutsche xabar berdi. Ayni paytda FP-7 va FP-9 raketalar ustida ishlar olib borilmoqda. Yangi ishlanmalar g'arb analoglarga nisbatan ancha arzon bo'lib, Rossiyadagi strategik obyektlarni nishonga olish imkonini beradi. Ishlab chiqaruvchilarning so'zlariga ko'ra, FP-7 raketasi Amerikaning Atoms raketasiga muqobil bo'lishi ko'zlangan. U 300 kilometrgacha bo'lgan masofani bosib o'tadi va qisqa masofalarga yuqori aniqlikda zarba berishga mo'ljallangan. Raketaning yanada kuchliroq modifikatsiya qilingan versiyasi FP-9 hisoblanadi. U 800-850 kilometrdagi nishonlarga zarba bera oladi va 800 kilometr og'irlikdagi jangovar kalakni olib yuradi. 800 kilometr bu Moskva, bu Sankt-Peterburg, deya ta'kidladi Firepoint kompaniyasi hammuassisi Denis Shtrelman. Kompaniyaning yana bir hammuassisi Irina Terexning aytishicha, dronlar yoki qanotli raketalardan farqli ravishda ballistik snaryadlar Rossiya poytaxti atrofidagi 3 bosqichli havo hujumidan mudofaa tizimini yorib o'tish ehtimoliga ancha ko'proq ega. Rovun GES Amudaryo quyi oqimi uchun xavf tug'diradi ekologlar. Hisobotda Ramsar konvensiyasi bilan muhofazalangan Amudaryo deltasi bioxilma-xilligi suv botqoq hududlari uchun mavjud xavflarga alohida e'tibor qaratilgan. Rovun GESining ta'sirini baholash, qurg'oqchil daryolarda ushbu hududlarga suv yetkazib berishni kafolatlaydigan aniq mexanizmlar ko'rsatilmagan. Ekologik koalitsiya ekspertlari quyi oqim mamlakatlarda jamoatchilik va manfaatdor tomonlar bilan maslahatlashuvlar jarayonida jiddiy kamchiliklar mavjudligini ta'kidlamoqda. Bu esa loyihaning ijtimoiy maqbulligi to'g'risida chiqarilgan xulosalarning ishonchli shubha ostiga qo'yadi. Biz quyida joylashgan aholi va ekotizimlar manfaatlarini e'tiborsiz qoldirishning xavotirli tendensiyasini kuzatmoqdamiz. Loyiha ta'sir doirasidagi O'zbekiston va Turkmanistonda hech qanday maslahatlashuvlar o'tkazilmagan. Baholashda suv oqimining mavsumiy qayta taqsimlanishini ham Qo'shtepa kanali ishga tushirilishi bilan bog'liq xatarlar esa chiqarib tashlangan. Bu mintaqadagi eng yirik infratuzilma loyihasi ishonchli transchegaraviy hamkorlik poydevorisiz va qo'shnilar fikrini inobatga olmasdan ilgari surilayotgan xavfli prezidentni yuzaga keltirmoqda, dedi koalitsiyaning Markaziy Osiyo bo'yicha mintaqaviy koordinatori Aleksandr Kolotov. Ekologik koalitsiya vaziyatni o'nglash uchun Amudaryo havzasi miqyosida to'laqonli strategik ekologik baholash o'tkazishni tavsiya etmoqda. Ular oqimni boshqarish bo'yicha yuridik jihatdan majburiy rejalar ishlab chiqishni talab qilmoqda. Bu rejalar iqlim o'zgarishiga moslashish va bioxilma-xillikni saqlash choralarini ham o'z ichiga olishi mumkin. Mutaxassislar ta'kidlashicha, ta'sirni baholashga bo'lgan yondashuvlar tubdan qayta ko'rib chiqilmasa, zararli mexanizmlari joriy etilmasa, Rovun GES loyihasi Markaziy Osiyoda uzoq muddatli ekologik va ijtimoiy keskinlik manbaiga aylanishi mumkin. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. Putin O'zbekiston va boshqa MDH davlatlarga yanada ko'proq yordam bermoqchi.
Rossiya prezidenti Putin O'zbekiston va boshqa MDH mamlakatlari bilan gumanitar hamkorlikni sezilarli darajada kuchaytirish tashabbusi bilan chiqdi. Davlat rahbari Rossiya hukumatiga hamda Dobro RF assotsiatsiyasiga Missiya Dobro nomli xalqaro gumanitar dastur faoliyatini kengaytirish bo'yicha aniq topshiriqlar berdi. Ushbu tashabbus Rossiyaning yaqin mintaqalardagi davlatlar bilan ijtimoiy aloqalarni mustahkamlash, aholiga bevosita yordam ko'rsatish va ko'ngillilar harakati orqali yumshoq kuch siyosatini faollashtirishga qaratilgan. Ma'lum qilinishicha, 2025-yil davomida Missiya Dobro volontyorlari 13 ta davlat hududida faoliyat olib bordi. Dastur doirasida Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va Belarus kabi MDH mamlakatlarida ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga yordam yetkazildi. Tibbiy ijtimoiy aksiyalar tashkil etildi, bolalar, keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga ko'mak ko'rsatildi. Ushbu missiyalar nafaqat moddiy yordam, balki ta'limiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash elementlarini o'z ichiga olgani bilan ajralib turadi. Rossiya tomoni joriy yilda xorijiy davlatlar hududida 70 dan ortiq gumanitar missiya o'tkazilishini rejalashtirayotganini bildirgan. Bu ko'rsatkich dastur geografiyasi va qamrovining sezilarli kengayishini anglatadi. Kremlga yaqin manbalarga ko'ra, tashabbus mintaqadagi ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash, Rossiyaning ittifoqchi va hamkor davlatlar bilan aloqalarni chuqurlashtirish hamda gumanitar diplomatiya orqali siyosiy ta'sirni oshirishga xizmat qiladi. Tahlilchilar bu qarorni Rossiyaning MDH makonidagi rolini qayta faollashtirishga qaratilgan strategik qadam sifatida baholamoqda. Ayniqsa O'zbekiston kabi mintaqada muhim o'rin tutuvchi davlatlar bilan gumanitar yo'nalishdagi hamkorlikni kuchaytirish Moskva uchun uzoq muddatli siyosiy va ijtimoiy manfaatlar keltirishi mumkin. Shu tariqa Missiya Dobro dasturi Rossiyaning mintaqaviy siyosatida tobora muhim instrumentga aylanib bormoqda. Men hech qachon orolga bormaganman. Bill Gates Epstein bilan o'tkazgan vaqtlarni ahmoqlik deb atadi. Milliarder Bill Gates so'nggi intervyularidan birida moliyachi Jeffrey Epstein bilan bo'lgan aloqalarga yana bir bor aniqlik kiritdi va bu munosabatni ochiqchasiga ahmoqlik deb atadi. Gatesning so'zlariga ko'ra, u Epstein bilan 2011-yilda tanishgan va taxminan 3 yil davomida bir necha bor kechki ovqatlarda uchrashgan. U o'sha paytda Epstein o'zini juda boy va nufuzli insonlardan bilan yaqin aloqaga ega shaxs sifatida ko'rsatib, ularni global sog'liqni saqlash loyihalarini moliyalashtirishga jalb qila olishini ta'kidlaganini aytadi. Gatesning fikricha, bu umidlar o'zini oqlamagan va bunday yo'l orqali hech qanday real natijaga erishilmagan. Shu bilan birga Gates Epstein bilan bo'lgan aloqalar faqatgina rasmiy kechki ovqatlar doirasida bo'lganini qat'iy ta'kidlab, turli mishmishlarga barham berishga urindi. Uning aytishicha, u Epsteinga tegishli bo'lgan orollarga hech qachon bormagan. Shuningdek, u orqali yoki u bilan bog'liq holda hech qanday ayollar bilan uchrashmagan. Gates bu mavzu ko'tarilgani sari o'sha davrdagi qarorini noto'g'ri baholaganini va Epstein bilan har qanday aloqa o'rnatishning o'zi jiddiy xato bo'lganini qayta tan olishini bildirib, bugun buni ochiq aytishdan qochmasligini urg'uladi. O'zbekistonda eski avtomobillar metallolomga topshirilmoqda. O'zbekistonda joriy yilning 1-fevraldan boshlab ishlab chiqarilganiga 50 yildan oshgan avtomobillardan foydalanish rasman taqiqlangani fonida mamlakat bo'ylab eski mashinalarni metallolomga topshirish jarayoni jadallashdi. Ushbu qaror ko'plab avtomobil egalari uchun kutilmagan bo'lmadi. Aksariyat haydovchilar cheklovdan xabardor ekanini, texnik va huquqiy talablarga moslashishdan boshqa yo'l yo'qligini aytib, yillar davomida xizmat qilgan mashinalar bilan xayrlashishga majbur bo'lmoqda. Amaldagi tartibga ko'ra, bunday avtomobillarni utilizatsiya qilish jarayonida davlat raqamlari va texnik pasportli topshiriladi. Transport vositasi esa temir-tersak sifatida qabul qilinadi. Qabul punktlarida metallolom narxi avtomobil vazniga qarab hisoblanib, 1 kilogramm uchun 2500-2800 so'm atrofida baholanmoqda. Natijada o'rtacha yengil avtomobilni topshirishdan olinadigan umumiy mablag' 3 million so'mdan oshmayapti. Bu ko'rsatkich ko'pchilik uchun moliyaviy jihatdan jozibador bo'lmasa-da, yangi talablar tufayli eski transport vositalarini saqlab qolishning imkoni qolmagan. Mutaxassislar ushbu qaror yo'l harakati xavfsizligini oshirish, ekologik holatni yaxshilash va eskirgan texnikalardan kelib chiqadigan xavflarni kamaytirishga qaratilganini ta'kidlamoqda. Shu tariqa O'zbekiston avtomobil parkini yangilash jarayoni majburiy bosqichga o'tib, ko'plab eski do'stlar temir-tersakka aylanmoqda. So'nggi 100 yilda Rossiya kamida 19 ta mamlakatga bostirib kirgan. Bu mamlakatlarning hech biri Rossiyaga hujum qilmagan. Kaja Kallas. Yevropa diplomatiyasi rahbari Kaja Kallas Rossiyaning so'nggi bir asr davomida olib borgan tashqi siyosatini keskin tanqid qilib, muhim va bahsli bayonot bilan chiqdi. Uning ta'kidlashicha, oxirgi 100 yil ichida Rossiya kamida 19 ta mamlakatga bostirib kirgan bo'lib, bu davlatlarning birortasi ham Rossiyaga qarshi harbiy hujum boshlamagan. Kallas bu holatni Moskvaning doimiy ravishda agressiya va ekspansion siyosat yuritib kelayotganining yaqqol dalili sifatida baholadi. Uning fikricha, Rossiya o'z harakatlarini muntazam ravishda xavfsizlik tahdidi va himoya zarurati bilan oqlashga urinadi.
Biroq tarixiy faktlar bu da'volarni tasdiqlamaydi. Kallas shuningdek, Yevropa va xalqaro hamjamiyat Rossiyaga nisbatan faqat bayonotlar va diplomatik tashvishlar bilan cheklanib qolmasligi kerakligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Moskva bilan muzokaralarda aniq va majburiy yon berishlar talab qilinishi zarur. Bu talablar avvalo Rossiyaning harbiy qudratini cheklashga qaratilishi lozim. Harbiy byudjetni kamaytirish, armiyani qisqartirish va yadro qurollari bo'yicha qat'iy cheklovlar joriy etish masalalari kun tartibiga ochiq va ravshan qo'yilishi kerak. Yevropa diplomatiyasi rahbari Rossiyaning nazoratsiz qurollanishini faqat qo'shni davlatlar, balki butun qit'a xavfsizligi uchun jiddiy tahdid tug'dirayotganini qayd etib, uzoq muddatli tinchlik faqat kuch siyosatini jilovlash orqali ta'minlanishini uqtirdi. Uning fikricha, agar Rossiya real cheklovlarga rozi bo'lmasa, Yevropa xavfsizlik arxitekturasi doimiy beqarorlik xavfi ostida qolaveradi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.